Agar tez homilador bo'lishni xohlasangiz, ushbu tavsiyalarga amal qiling. Hozirda juda ko'p yoshlarimiz murojaat qilyapti. To'yim bo'lganiga 3 oy bo'ldi, 5 oy bo'ldi, 2 oy bo'ldi, 6 oy bo'ldi, bolam bo'lmayapti. Xo'p, nima qilishimiz kerak? Bu normal ayol va norma erkak uchun. Agar erkak kishining spermasi normada bo'lsa va ayol kishida follikula yetilib o'z vaqtida yorilsa va turbalar o'tkazuvchanligi normada bo'lsa, nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda follikulometriya qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ovulyatsiya kunini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Ovulyatsiya kuni aniqlanadi va ovulyatsiya kunidan 2 kun oldin va ovulyatsiya kunidan 1 kun keyin jinsiy aloqa qilinadi va shunda bola bo'lib qolish ehtimolligi juda ham yuqori darajada bo'ladi. Odatda tuxum hujayra 48 soatgacha yashaydi, 24 soatdan 48 soatgacha. O'sha uchun ovulyatsiya kunini bilish shart. 1 oy 31 kun bo'lsa, tuxum hujayra bor yo'g'i 48 soat yoki 24 soat yashaydi. O'sha kuni ulgurib olsangiz, ulgurib oldingiz, bo'lmasa ulgura olmaysiz. Odatda bepushtlik 1 yildan ortiq birgalikda juftliklar yashaganda, regularniy hayot kechirganda homilador bo'lmasa, keyin bepushtlik deyiladi. Ungacha bepushtlik deyilmaydi.